alaykum qadrdonlar. Bugungi safarimiz New Yorkdan Niagara Fallsga, ya'ni Niagara sharsharasiga qarab yo'l oldik. Mana 7 soatlik yo'l. Kelishimizga 14 daqiqa qolibdi. Shu baholasi Kanada chegarasidagi Niagara sharsharasiga ketish yo'li. Endi xudo xolasa borgandan keyin bir chiroyli videolar qilamiz. Ungacha mana manzaralarni ko'rib, mana mostlarni ko'ringlar. Yo'q, bo'lmasa ham mosti, lekin yaxshi mostlardan ekan. Bu yo'lda tabiati go'zal joylar ekan. Agar bilsanglar, nima Kanada sovuqroq bo'lganligi uchun hozirgi paytda ham, misol uchun danli vremya, bu taraflar salqinroq. Mana shunaqa New Yorkdan ko'ra salqinroq ekan. Yo'l davomida nimalarga kirdik? Restoranga kirdik. Sekin kelamiz. Mana Niagara Falls. Judayam chiroyli. Endi o'zirami, nima bu, okeanmi? Menimcha o'zim ham bilmayman, lekin sizlar ham bilib qo'yarsizlar. Mana shunaqa most bor. Yana bitta mostga keldik. Judayam sokin, hech kim ertalab soat, hozir bizda soat 7 bo'ldimi? Hali 7 bo'lgani yo'q, 6:48. Hech kim yo'q, kam odam kam. Mana shunaqa paytda bu New York emasda, Chilichcha sokin. Mashinalar ham kam. Yo'llar ham probka emas. Tinchgina haligi qishloq sokin, mazza degandek mana shunaqa holat bor. Niagara Falls Boulevard aeroporti bor ekan mana shu atrofda. Mana qadrdonlar, mana keldik. Mana bu yoqda parkovkasi ekan, platni $15-20 ekan. Bu orada anaqa Hindistonliklar ko'p ekan. Ko'p kelar ekan, sababi yaqindan beri bular o'zini dinida masjidga kelib sal sig'inishgan narsalarni topibdi-da. Endi hammasi Niagaraga kelib haligi sig'inib yurishgan ekan. Bu alinaqa joy bo'lib qolibdi ular uchun. Mashhur joy bo'lib qolibdi. Ana. Da. Ana mazmushli shahar. Va alaykum assalom. Ismoil qalaysan? Yaxshi. Ismoil ham kelgan. Aylanib yuribmiz endi. Xudo xolasa yana oz video olamiz. Mana keldik. Pastga qarab. Shu boramiz endi. Hamma mehmonlar. Lahore shavrma bor ekan, halol. Namta futbolka. Bular turistlar uchun spesialni Niagara Falls bunaqalari.
Ushlab ol qo'lidan aminsini ham. Mana kirib boryapmiz. Tez. Bu yerda ham parkovkalar bor ekan. Qani manzara. Hozir endi haqiqiy manzarani ko'ramiz. Круговой скамейкаlar. Niagara Falls State Park. Niagara Falls State Park 1885-yili. Hamma kelib kimlardir rasmga mana yordam so'rab o'tiribdi. Uyi yongan ekan bu ayolni. Hamma turistlar kelgan. Bitta gitam bor ekan. Tarjima qilib aytib beryapti. Ularga tarjima kerak emas. Просто tushuntirib aytyapti. Oybek. Hozir bize bir adam o'tib kemaga tushamiz, xudo xolisi. Mashinadan tushib ketadi-da. Mana odamlar o'tdi. Mana yana ham go'zal. Вообще
ham Мы пойдем на turadi. корабль. Hozir mana bu yog'i, bu ana zdaniylar o'zi Kanada. Папа, Vancouver nima deyiladi? Aytganlar qo'shni esimda-yu. папа. Mana shu sohalada Kanada. Bu yog'i ko'prikni bu yoq tomoni Amerika, bu yoq tomoni Kanada. Ham bitta kazino ham bo'ladi. Kazino bo'lgan. We can this one, what? There are 6 people, 4 adults and 2 children. Are you paying with cash or card? Card. You can head down to the Alright, thank you. Hadi tekin. Good morning. Narxlari $30, $20 ekan. Tur Our boats involved in single-stack steamboats that can pleasure and all boat ever having born. In 1955, the first modern native-in-this boat entered the river, made of steel, and powered by twin diesel engines. We appreciate and enjoy the beauty of this natural wonder as much as our thousands. Держи детей. We know we have a responsibility to protect it. That's why we place control on batteries. mana bundan apasliroq joyi kelyapti. Hani sharshalarning ichiga kiramiz hozir. Va har tarafi sharshalar bo'ladi. O'ng tomon, chap tomon, aylanasiga Niagara sharsharasi. Mana buni hozir men gapirgan bilan kelib ko'rgan bilan boshqa hissiyot gapirgani iloji. Videoga qo'llagan javobimiz qo'lingni oldi. Oynayam kiragandi. Mana bu Charlie biz aytgan ko'prik mana Kanada, Amerika. Amerika, Kanada. Kanada, Amerika. Ana most. Mostda mototsikletlar bormi? Mashina bilan peshkom ham o'tayotganmi? Ha, o'tyapti. Peshkom ham mototsikletlar bor ekan. Bunaqa risk qilmaylar, dizellar bo'lmasa. Sirasi O'zbekistonga deportatsiya qiladi. Kanadada yaxshi hayot, Amerikada ham yaxshi hayot. Amerika haqida gapiradigan bo'lsak, Amerikada sal puli ko'proqda. Kanadaga qaraganda. Lekin Kanadada tinchroq, sokinroq. O, aninga o'tib bo'lsa bo'lar ekan, qara. Kanadaning anaqasi bor ekan.
kalisi anaqa bor nima? Shaxtalaymi nima deyilardi? Mana Kanadani flagi ham turibdi tabletida. Hurmatli qadrdonlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Oldindan rahmat.